O'zbekistondagi eng olis va eng sirli ko'llardan bittasi. O'zbekistonning eng sirli ko'llarini ko'rsatishda davom etaman azizlar. Ushbu ko'limiz dengiz sathidan 2400 metr balandlikda, Toshkent viloyatining Pskom tog' tizmasida joylashgan. Ko'lga borish juda ham murakkab. Uning uchun siz dengiz sathidan 2500, 2900, 3000 metr balandlikdagi tog'lardan bir nechtasidan oshib o'tishingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham bu tog' o'zining go'zalligi va yovvoyiligini saqlab qolgan. Ushbu ko'lning atrofida doim ayiqlar, qor qoplonlari, tog' echkilari, kiyiklar, sug'urlar istiqomat qiladi. Ko'l atrofidagi cho'qqilarda esa doimiy bahor nafasi hukm suradi. Bu ko'lga kuzda borsangiz ham lolalar, turli tuman gullar va albatta qorlardan erib kelayotgan sharsharalar va muzliklarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Afsuski vaqt chegaralanganligi uchun ko'lning yuqorisiga chiqib yuqori rakursdan ko'lni to'liq sizlarga ko'rsata olmadim. Azizlar, tabiatni asrang. Yurtimizning go'zal maskanlarini dunyoga ko'rsatishda davom etaman. Bizni qo'llab-quvvatlang, like bosing, podelitsa bosing va albatta do'stlaringizga yuborib qo'ying.